Dollar yig'ib qo'yganlar uchun juda yomon xabar hozirgina e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklar kengroq tarqalishi uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Shoshmang, bu yolg'on emas, bu asl haqiqat. Ko'rib turganingiz, osilib qolgan qorinni hozir bir zumda hech qanday operatsiyalarsiz ketkazishni yo'lini o'rgataman. Buni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz va shokka tushib qolishingiz mumkin. Ko'rib turgan narsangiz bu original Columbia latex korsetlarimiz. Sizlarga buni e'tiboringizga havola etayotganimning sababi hech qanday operatsiya, millionlab pullar sarflamasdan bor yo'g'i arzon va bir necha so'm evaziga shu korsetni buyurtma qilib olishingiz mumkin. Natijasini o'z ko'zingiz bilan videorolikda ko'rib turibsiz. Xuddi mana shunaqa natijaga erishishni xohlasangiz, hoziroq Columbia original latex korsetlarimizni bizga murojaat qilib buyurtma qilishingiz mumkin. Qayerdan murojaat qilay deb savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Albatta, bizni raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasa biz bilan Telegram orqali bog'lanishingiz mumkin. Yana bir necha suratlari va qanday ko'rinishda bo'lishlarini, ya'ni real yana rasmlarni tashlab beramiz. Bizni Columbia original latex korsetlarimizning sifatiga 100% kafolat beramiz. Korsetlarimizni bemalol bir necha yil davomida taqishingiz mumkin, ya'ni o'zingiz xohlagan natijaga erishguningizgacha taqib yursangiz bo'ladi. Korsetlarimiz suvga chidamli, kir mashinada yuvsangiz ham bemalol sifatini aslo yo'qotmaydi. Sizlarga hoziroq buyurtma qilishingiz uchun ajoyib taklif berdim deb o'ylayman. Biz bilan 94 955 47 97 raqamlarimizga murojaat qilib bog'lanishingiz mumkin. Uchun juda yomon xabar hozirgina e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklar kengroq tarqalishi uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 19-martda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra rubl kursi 5,10 so'mga yuqorilab 158,80 so'm qilib belgilandi. Yevro kursi 56,27 so'mga oshib 14,164,57 so'm qilib belgilandi. Dollarning rasmiy kursi 7,71 so'mga tushib 12,935,68 so'm qilib belgilandi deyiladi xabarda. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like tugmasini bosib qoldirishni unutmang.